Salom do'stlar, sizlar bilan men Solihoyim. Yangi videoga xush kelibsizlar. Bugun biz sizlar bilan oldingi videoda chala qolib ketgan stadionimizni qurilishini davom ettiramiz. Ya'ni mana hozir bu videodan keyin anaqalardan qo'shdim. Stadium deb yozish kerak edi. Mayli, hozir bu xatoni keyinchalik to'g'rilab ketamiz. Hozir men sizlarga buni kechasi qanaqa ko'rinayotganini sizlarga bitta ko'rsatmasam bo'lmaydi, lekin normalniy chiroyli ko'rinyapti. Night. Mana shunday kun oxirigacha kech bo'lishini kutamiz. Xo'sh, kutamiz. A few moments later. Xo'sh, mana do'stlar, juda ham bir chiroyli ko'rinyapti. Hozir ana ayniqsa shahar atmosferasi bilan vashti bomba chiqyapti. Varmantli ham juda ham bir chiroyli. Bunda qaraganda stadion shunday katta ko'rinadi. Bayrog'imiz o'shanda iplas zombilarni yo'q qilish kerak ekan. Xo'sh, mana hatto vazirliklarimiz bizning o'zimizda hatto banklar ham qurilishi tugagani yo'q. Qiynalib ketdim shuni qurguvchi. Mana hatto vashtiligi bitta eng bomba, eng chiroyli chiqqan joy mana shu bo'ldi deb bor lekin. Mana stadion. Endi stadionni hozir qiladigan ishimiz hatto ochaveramiz. Hop, mana tashqarisi bu hozir kunni ertalab qolaylik. Hop, mana kunni ertalab bo'ldi. Hozir qiladigan ishimiz Mametdan bu stadionni hozir polni yengilab bartalarni hammasini yengilab qilamiz. Chunki uning videosi sal shoshilarroq qilingan uchun sal qiyshiqroq qolgan bo'lishi mumkin. Hozir shu hozir o'rtasini topib olaman, keyin yana videoni davom ettiramiz ko'rishni. Do'stlar, anaqa men bu stadionni vardan atrofidagi korobkalarni qilish uchun cho'tga qilgan hamma tarafini bir xil qilib anaqa qilib u yoqda ham bu yoqda ham. Endi hozir men buni shunday balandligini 4 ga ko'taraman. Bu yoqdan mana 4 ga ko'taramiz. Bundoq turib ashtiga bundoq qo'ysak, u mana endi haqiqiy professionallik qilgandir stadionga o'xshayapti. Hop, keyin nima qilish kerak hozir? Naryoqga ham xuddi shuncha qilib qo'yib chiqishimiz kerak. 4 ta 1 3 4 ta ko'taramiz. Bu yoqdan 4 ta. Do'stlar, sezayotgan bo'lsangiz, men bu video umuman modishlatmayman endi. Ani quradigan boltani olib u yoqdan bu yoqqa o'tib prosta tagiga qo'yayotganim yo'q. Men o'zim kuchim bilan quraman bu safar. Hop, mana shu adashmasam 4 ta yoqqa 4 ta bo'lmayman shu o'rtasiga. Hop, mana bu o'rtasi bo'ladigan bo'lsa, mana shundan taxminan 3 ta bundoq. Hop, bundoq qo'yamiz. Bundoq. Hop, mana cho'tki mana shundan hozir mana qo'yish kerak. Mana zo'r chiqdi. Hop, bundoq turib. Hoppa. Mana normalniy. Endi bizga hozir yetishmayotgan narsani futbolchilar chiqishiga joy qilamiz degan qizig'i. Bizga nima qildi hozir? Bitta lipa bitta arjonamiz deb tirslatamiz bilan yomon asab ustish. Shunaqa qilsam bo'zatdi, lekin bo'tda nima bor? Kim qo'ylarni olib chiqib boqsa, ishtirok qiladi, lekin yo'qotib ketdi. Hop, mana 3 ta qildik. Mana shu futbolchilar chiqib kelishadi maydonga. Cho'tki yo'lladan. Hop. Galem cho'tib oydan tepaga qarab turibdi. Matga eshik qo'yishimiz kerak. Hop, o'tiramiz. Dur. Hop, qanaqa eshik qo'ysa bo'ladi? Mana shu eshikdan qo'yaveramiz. Oddiy avichni eshiklardan ishlattiraylik. Hop, mana sizlarga hozir tanishtirgan bo'lsam, mana bu intervyu bo'ladigan joy. Mana bunda kiyinadigan, gapiradigan joylari. Keyin bu yoq
keladigan joy mana bundoq qo'yib qo'yamiz. Endi mana bu yerda komandaligi aniq qo'yishimiz kerak. O'tiradigan narsalarni aniq qo'yishimiz kerak. Hozir bizga uning uchun chair kerak bitta chair. Shosh qanaqa kreslo sifatmi? Lekincha oddiy bo'lmaydi hamcha. Shu barchasi qanaqa stolda turadi. Qani. Ana shunaqadan qo'yamiz. Qilamiz-da. Qo'ysak bo'ldi, ana chotki. Bunda qo'yib chiqamiz yoki. Bo'ldi, просто mashina qo'yib chiqamiz. Mana shu 5 ta bo'lsa, bu yerga ham shundoq 3 4 5 ana. Endi biz hozir bittagina qiladigan ishimiz qoldi endi. Xo'sh, u ham bo'lsa, hamma stadion kechasi poliyasi yomon qorong'i qotdi. Shuni yorug'lashtirishimiz kerak. Lekin yana bitta ish mana shu stadionga yana bu tarafiga ham bitta tribunalar qurarsammikin degan narsa miyamga kelib qoldi. O'zingizlar fikringizni kommentariyada yozib qoldiringlar. Bu tarafga ham tribuna quramizmi yoki yo'qmi? Sizlarning fikringiz men uchun muhim.